O'zbekiston armiyasida amalga oshirilayotgan tantanali tadbir o'tkazildi. Задействованы практически все полигоны военных округов. Mudofaa vazirligiga qarashli harbiy qism va bugungi kunda mamlakatimiz tinchlik, osoyishtalik yo'lida. Assalomu alaykum. Mudofaa.uz sayti orqali hafta davomida uzatilgan eng muhim xabarlarning qisqacha tafsiloti bilan tanishing. Bugun dasturimizda hududlarda muddatli harbiy xizmatni o'tab qaytgan yoshlar tantanali ravishda kutib olinmoqda. Olis hududlarda harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarini ijtimoiy himoyasiga alohida e'tibor qaratildi. Ekologik barqarorlikka umumiy loyihalar bilan erishamiz. Termiz garnizonida nazorat tekshiruvi o'tkazildi. Mudofaa vazirligi qo'shinlarida korrupsiya va uning salbiy oqibatlariga bag'ishlangan yig'ilishlar bo'lib o'tdi. Yoshlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan hamkorlik memorandumi imzolandi. Chaqiriluvchilarni muddatli harbiy xizmatga kuzatish tadbirlari davom etmoqda. Muddatli harbiy xizmatga navbatdagi chaqiruv hamda xizmat muddatini o'tab bo'lgan fuqarolarni rezervga bo'shatish to'g'risidagi prezident qaroriga muvofiq ayni paytda O'zbekistonning chaqiruv yoshidagi fuqarolari joylarda muddatli harbiy xizmatga tantanali kuzatilmoqda. Shuningdek, vatan oldidagi muqaddas burchini bajarib, uylariga yorug' yuz bilan muddatli harbiy xizmatni o'tab qaytgan qurolli kuchlar rezerviga bo'shatilgan yigitlar o'z hududlarida munosib ravishda kutib olinmoqda. Bu kabi tadbirlar respublika bo'ylab mart-aprel oylarida keng miqyosda davom etadi. Navoiy viloyati Uchquduq tumani va Zarafshon shahrida joylashgan harbiy qismlarning harbiy xizmatchilari va ularning oila a'zolari ishtirokida ommaviy sayyor qabullar o'tkazildi. Sayyor qabulda asosan harbiy xizmatchilarning turmush o'rtoqlari uchun bo'sh ish o'rinlari, maktab va maktabgacha ta'lim hamda uy-joy masalalaridagi murojaatlar qabul qilindi. Murojaatlarning ayrimlari shu joyning o'zida yechimini topgan bo'lsa, vaqt talab etadiganlari esa nazoratga olindi. Yurtimizda ekologik muhitni yaxshilash, havoni tozalash va yashil hududlarni kengaytirish maqsadida Yashil makon umummilliy dasturi jadal ravishda amalga oshirilmoqda. Bu tashabbus mamlakatning barcha hududlarida, jumladan Mudofaa vazirligi tomonidan ham katta ko'lamda qo'llab-quvvatlanib, turli hududlarda ko'chat ekish tadbirlari yo'lga qo'yilgan. O'tayotgan haftada ham harbiy xizmatchilar tomonidan katta maydonlarga minglab manzarali va mevali daraxt ko'chatlari o'tkazildi. Bu ishlar nafaqat atrof muhitni yaxshilash, balki havoning sofligini ta'minlash va yerning meliorativ holatini yaxshilash maqsadida ham muntazam davom ettirilmoqda. Termiz garnizonidagi harbiy qismda o'quv yili rejasiga asosan nazorat tekshiruvi o'tkazildi. Ushbu tekshiruv shaxsiy tarkibning jangovar tayyorgarligi, nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarini sinovdan o'tkazishga imkon berdi. Kun davomida harbiy xizmatchilar tomonidan ko'rsatilgan bilim, kuch va chidamlilik faqatgina jismoniy tayyorgarlik bo'libgina qolmay, harbiy intizomni va chinakam vatanparvarlikni ham namoyish etdi. Yig'in yakunida erishilgan yutuqlar va yo'l qo'yilgan kamchiliklar sarhisob qilinib, nazorat tekshiruvi bo'yicha zarur tavsiyalar berildi. Mudofaa vazirligi tizimida harbiy xizmatchilar va qurolli kuchlar ishchi xizmatchilari, qo'mondonlik, harbiy okruglar boshqaruv apparati mas'ullari, yuqori rahbariyatning bevosita ishtirokida korrupsiyaga qarshi kurashish hamda ushbu turdagi jinoyatlarni sodir etilishini oldini olishga qaratilgan profilaktik tadbir tashkil etildi. Shu turdagi tadbirlarda yig'ilganlarga qonun buzilishlar hamda bunga imkoniyat yaratgan shart-sharoitlarning tahliliy natijalari yuzasidan ma'ruzalar tinglandi. Jumladan tadbir qatnashchilariga mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashish borasida amalga oshirilayotgan ishlar xususida ma'lumotlar taqdim qilinib, qonunchilik talablari haqida tushuntirishlar berildi. Qurolli kuchlar kichik mutaxassislar tayyorlash markazi hamda Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Asosiy e'tibor ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan memorandumda ishtirok etgan tomonlarning vakillari ikki tashkilot o'rtasida o'zaro hamkorlikni mustahkamlash va kadrlarni tayyorlash sohasida yangi yondashuvlarni joriy etish borasida kelishuvga erishdilar. Janubi-g'arbiy maxsus harbiy okrug tasarrufidagi Kakaydi garnizonida joylashgan harbiy shaharchada harbiy xizmatchilarning oila a'zolarini qo'llab-quvvatlash va ularning bandligini ta'minlash maqsadida yangi tikuv sexi ishga tushirildi. Mazkur sex hozirda 10 dona zamonaviy tikuv mashinasi bilan ta'minlangan bo'lib, bu yerda yurt posbonlarining turmush o'rtoqlari o'z faoliyatlarini yo'lga qo'yishdi. Bu esa albatta tikuvchi ayollarni o'z bilim va ko'nikmalarini ishga solib, oilaviy turmushini yanada yaxshilash va oila a'zolarini qo'llab-quvvatlash yo'lidagi muhim qadam bo'ldi.
Mudofaa vazirligi mas'ul ofitserlari tomonidan Sharqiy harbiy okrugga qarashli harbiy qism va muassasalarda shaxsiy tarkib salomatligini mustahkamlash, ularning tibbiy savodxonligini oshirish hamda turli zararli illatlarga qarshi profilaktik choralarni kuchaytirish maqsadida qator tadbir va mashg'ulotlar tashkil etildi. Ushbu tadbirlar doirasida Farg'ona garnizonidagi harbiy qismlarda malakali mutaxassislarni jalb etgan holda tibbiyot xodimlari, bo'linmalar komandirlari hamda ularning tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar bo'yicha o'rinbosarlari bilan hamkorlikda maxsus o'quvlar o'tkazildi. O'zbekiston armiyasida amalga oshirilayotgan bugungi islohotlar va yangiliklar bilan Mudofaa vazirligi rasmiy veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali batafsil tanishib boring. Muhim xabarlarning barchasi armiya hafta ichida. Bizdan uzoqlashmang. O'zbekiston armiyasida amalga oshirilayotgan tantanali tadbir o'tkazildi. Задействованы практически все полигоны военных округов. Mudofaa vazirligiga qarashli harbiy qism va Bugungi kunda mamlakatimiz tinchlik, osoyishtalik yo'lida